G'azablanganda taloq tushadimi degan so'zni ko'pchilik har xil ta'wil qilib yuborishdi. G'azablangan holatda aytilgan taloq tushmaydi. لا يقع طلاقه وأنا العبد الفقير أيضا أفتي به. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: La talaqa fil ighlaq. Ya'ni ig'loqda taloq yo'q. Ya'ni inson qulflanib qolganda miyasi uning talog'i o'tmaydi. Men fatvo bo'limiga telefon qilib mana shu savolga javobni oldim. Ya'ni ular o'sha fatvo chiqarishdi, g'azablangan holatda taloq tushadi deb. Men aytdimki, albatta shunday, g'azablangan holatda taloq tushadi, lekin majnunlik chegarasi bo'lsa-chi degan narsani aytdim. Agar majnunlik chegarasi o'zi nima deyotganini bilmaydigan darajada bo'ladigan bo'lsa, ana shu holatda bo'lsa, demak u taloq tushmaydi. Bu endi juda ham nodir holat bo'ladi, doim sodir bo'lmaydi bu narsa. Biz ham mana shu gapga qo'shilamiz, ya'ni Hanafiy mazhabida agar umumiy qilib aytilgan bo'lsa, albatta bu narsaga biz ham ko'namiz, qo'shilamiz, olamiz bu gapni va mana shu fatvo biz uchun kifoya bo'ladi. Va bizni eshitgan odamlar ham noto'g'ri tushunmasliklari uchun bizni masalan birinchi gaplarimizni olmasliklarini, mana shu fatvoga bo'yinsunishlarini aytamiz. Biror narsa noto'g'ri aytiladigan bo'lsa, bunaqa holat bo'lsa-chi deb turib gap topish kerak emas. Masalan, fatvo bo'limida umuman muftiyot tomonidan mana bu ishni qilmagan, masalan bu bilan tortishmagan, yo mana bu ishni qilmagan, bahs qilavermagan degan bo'lsa, demak albatta u narsani qilmaslik kerak bo'ladi. Bizni o'sha ustimizda turgan muftiyot, demak fatvo bo'limlarining gaplari biz uchun yetarli bo'lishi kerak. O'zimiz gapimizdan oldin turish kerak. Va bu borada kibr qilish kerak emas. Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Barchalaringiz sog' omonmisiz? Taloq masalasi bo'yicha ma'lumotnoma berib ketgim keldi. G'azablanganda taloq tushadimi degan so'zni ko'pchilik har xil ta'wil qilib yuborishdi. Men aytgandimki, u aytgan gaplarim ham turibdi. Ya'ni majnunlik holatiga keladigan bo'lsa, o'zini bilmay qolsa, nima deganini keyin ham esdan chiqadigan bo'lsa, o'zini ham boshqalarni ham urib sindiradigan bo'lsa, boshqa narsalarni shunaqa holatda talog'i tushmaydi deyildi. Bunga hadisni dalil qilib keltirdik va Hanafiy olimning fatvolarini ham aytdik. G'azablangan holatda aytilgan taloq tushmaydi. To'g'ri eshitdingiz. Qattiq g'azablanganda inson majnunlik chegarasida bo'ladi. Majnunning esa talog'i tushmaydi. Demak, qattiq g'azablanganda aytilgan taloq ham tushmaydi. لا يقع طلاقه وأنا العبد الفقير أيضا أفتي به. Abu Dovuddan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: La talaqa fil ighlaq. Ya'ni ig'loqda taloq yo'q. Ya'ni inson qulflanib qolganda miyasi uning talog'i o'tmaydi. Ig'loq bu inson majnunlik chegarasiga borib hech narsani sezmay qolishidir. Va mana shunday qattiq g'azablangan paytda bir narsalarni urib sindiradi. Hatto o'zini oyoq qo'lini ham sindirib olishi mumkin. Birovlarni uradi, so'kadi va bu narsani keyin eslolmaydi. Eslolsa ham juda ham qattiq g'azabda ekanligini, hech narsani o'sha paytda sezmaganligini aytadi. Mana shu o'zidan ketishlik ig'loq holati bo'ladi va mana bunday paytda aytilgan taloq ham o'tmaydi. Bugun juma kuni men fatvo bo'limiga telefon qilib mana shu savolga javobni oldim. Ya'ni ular o'sha fatvo chiqarishdi, g'azablangan holatda taloq tushadi deb. Men aytdimki, albatta shunday, g'azablangan holatda taloq tushadi, lekin majnunlik chegarasi bo'lsa-chi degan narsani aytdim. Agar majnunlik chegarasi o'zi nima deyotganini bilmaydigan darajada bo'ladigan bo'lsa, ana shu holatda bo'lsa, demak u taloq tushmaydi. Bu endi juda ham nodir holat bo'ladi, doim sodir bo'lmaydi bu narsa. Lekin masalan o'sha doktor Salohni o'zlarining ijtihodlaridan kelib chiqib aytilgan gap bo'lsa, kimdir olsa o'zlari biladi, olgan odam. Olmay olmaymiz. Lekin bizda mana shunday deyildi. Biz ham mana shu gapga qo'shilamiz, ya'ni Hanafiy mazhabida agar umumiy qilib aytilgan bo'lsa, albatta bu narsaga biz ham ko'namiz, qo'shilamiz, olamiz bu gapni va mana shu fatvo biz uchun kifoya bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, g'azablangan holatda men aytgan narsa nodir bo'lsa ham sodir bo'ladigan narsa ekan. Lekin mana shunday bo'ladigan bo'lsa ham, fatvo bo'limida nodir holatda bo'lsa deb o'tilmasdan, g'azablanganda deb, ya'ni taloqqa jiddiy qarash uchun shunday deyilyapti ekan, demak bu narsani biz olamiz. Va bizni eshitgan odamlar ham noto'g'ri tushunmasliklari uchun bizni masalan birinchi gaplarimizni olmasliklarini, mana shu fatvoga bo'yinsunishlarini aytamiz. Lekin men bu chiqish bilan nima demoqchiman? Men boshqa bir gapni aytmoqchiman bu yerda. Musulmon inson kibrli bo'lmaydi. Musulmon inson, masalan men o'zim shu narsani ijtihod qilamanmi yoki bo'lmasam o'zim ijtihod qilgan olimlarning gapini olamanmi? Demak, olgan gapim asli yo'q narsa emas ekan. Lekin shunday bo'lsa ham,
bizni o'sha ustimizda turgan muftiyot, demak, fatvo bo'limlarining gaplari biz uchun yetarli bo'lishi kerak. O'zimiz gapimizdan oldin turish kerak. Va bu borada kibr qilish kerak emas, har qanaqa holatda. Bu endi taloqda ekan. Boshqa holatda ham boshqa ahli ilmlar ham bu o'zimga birinchi bo'lib tavsiya, boshqalarga hamki, demak, kibr qilish kerak emas. Biror narsa noto'g'ri aytiladigan bo'lsa, bunaqa holat bo'lsa-chi deb turib gap topish kerak emas. Masalan, fatvo bo'limida umuman muftiyot tomonidan mana bu ishni qilmagan, masalan, birov bilan tortishmagan, yo mana bu ishni qilmagan, bahs qilavermagan degan bo'lsa, demak, albatta u narsani qilmaslik kerak bo'ladi. Unga bahsga dalil topsa ham, xuddi men taloq tushmasligiga dalil topganim kabi. Bu faqat taloqqa oid narsa emas. Mana shu narsani aytib qo'ymoqchi bo'ldim va juda asosiy bir narsa bor. Bu narsa alhamdulillahki, men ba'zi bir tanqidiy fikrlar bildirgandim, ba'zi bir o'tib ketgan bir ahli ilmlar borasida va u insonni o'sha o'tib ketgan bormi, hozirlikmi, o'likmi bilmadik. O'sha insonning albatta muxlislari bo'ladi, unga ergashganlar bo'ladi, oshkora yoki maxfiy. Ana shularga meni gapim sal qattiqroq tekkan edi. Ya'ni bu gaping noto'g'ri degandek bo'lgandi. Men nima degandim? Bir ahli ilm odam o'tgan, Abduvali Qori degan.